2026-yilda Minecraftda bizni nimalar kutyapti? Keling 5 ta o'zgarishlar va yangiliklar haqida gapiramiz. Siz yaxshilab joylashib oling, biz esa boshlaylik. ...2026-yilda keladigan narsalardan biri bu invertar yangilanishi. Ko'rib turganingizdek, invertar yangilangan, ko'rinishlar, ya'ni invertar bloklarning ko'rinishlari yangilangan. O'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu mana bu hayvon. Ya'ni bu hayvon suv tagida yuradi. Siz bu hayvon bilan birgalikda suv tagida bemalol sarguzashtlarni izla olasiz. Asosiysi zombi bilan urushmasangiz bo'ldi. Joningiz ham ketmaydi. U shunchalik komfortki, oldinlari qayiqda yursangiz, endilikda siz suv tagida ham yura olasiz. Uchinchisi bu nayza. Uni hech qayerga otmaysiz. Uni bosib tursangiz bas, u har narsani yo'q qila oladi. Faqat bedrockdan tashqari. U faqat sizda emas, balki zombilarda ham bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. U orqali siz zombilarni ham, sheriklaringizni ham jonlarini ketkiza olasiz. Zombilar bilan ham urusha olasiz. Qisqa qilib aytganda bu juda kuchli qirollardan biri bo'ladi. Hattoki u orqali siz Ender Dragonni ham jangga taklif qila olasiz. O'zingiz ko'rsangiz videoni bas, qanday ishlashini va qanday jon ketkazishini ko'rib olasiz. Keling, keyingi ma'lumotga o'tishdan oldin qishloqlardan bir narsani so'rab olamiz. Salom do'stlar, siz Qishloq TV kanalidasiz. Bugun biz O'yin tarix kanaliga obuna bosmagan odam topib oldik. Undan so'raymiz, nega obuna bosmabdi? Nega hali to'xtang, men buni bilmaganman. Siz obuna bo'ldingizmi? Ayting, obuna bo'lasizmi endi? Ha, endi obuna bosib qo'yaman. Tezroq obuna bo'lmasangiz, sizni boshingiz ketishi aniq. Do'stlar, sizlar ham obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, endilikda biz hali to'liq tasdiqlanmagan, lekin kelish ehtimoli bor bo'lgan narsalar haqida gaplashamiz. Ulardan birinchisi bu grafika. O'yin grafikalari yana ham yaxshilanadi. Ya'ni real hayotga o'xshagan grafika kelishi kutilmoqda. Lekin bu hali tasdiqlanmadi. Buni kelish ham 50 ga 50. O'zingiz ko'ring qanday manzaraligini. So'nggi ma'lumotni bilish uchun hozirroq kommentariyada link ustiga bosib Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. O'sha yerda aytib qo'yaman nimaligini. Xayr, ko'rishguncha.